Assalomu alaykum azizlarim. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bugun dam olish kuni edi. Marhaba yostig'i tagidan telefonini olib, bir ko'zini ochib soatga qaradi va 5:30. Qani hech kim indamasa, to'ygunicha uxlasa. Shu o'y xayolidan o'tdi hamki hovlining u burchagidagi eshik qiyqillab ochilgani, obdasta qopqog'ining shaqillagani eshitildi. Qaynonasi bomdodga turgan. Demak, u ham tezroq qimirlamasa bo'lmaydi. Bahorning o'rtalari bo'lgani uchunmi ertalabki salqinda uxlash huzurbaxsh edi. U bir amallab go'yo o'zini yengganday qo'zg'aldi-yu, sochlarini yig'ishtirib xayolga berilib o'tirdi. Mana, shu xonadonga kelin bo'lib tushganiga ham qarib 26 yil bo'libdi. U orada ketma-ket 3 ta qiz uzatdi. 3-chi qizini turmushga berganiga ham 1 yildan oshibdi. Avvallari yelib yugurib qiladigan uy ishlariga endi madori yetmayotgandek edi. Balki qizlarning yordami bilanmi, bir paytlar ham maktab, ham uy ishlarini bitirib, qo'shimcha tikish ham olar edi. Hozir qayoqda? Bu uyning ishlarini kechgacha ham tugatolmaydi. Qaynonasi allaqachon gazga choy qo'yib oshxonada bir qo'lida tasbeh, bir qo'lida tonggi zikrlar bitilgan kitob bilan o'tirardi. Zikrlarni tugatib salomiga alik oldi. Marhaba har kungi odaticha yormadan bo'tqa qilishga unnadi. Yakshanba bo'lgani bois turmush o'rtog'i va o'g'lini turg'izmadi. Tayyor bo'tqani doimgidek hadik bilan dasturxonga qo'ydi va odaticha qaynonasining og'ziga tikildi. Sobira opa bir qoshiq og'ziga olar ekan, qattiq qaynatib yuboribsiz-a, dedi. Marhaba ham doimgidek sekingina, bilmasam deb qo'ydi. Jimgina nonushta qilar ekanlar. Qaynonasi choy ho'plab turib, kecha bozordan laxim go'sht olib keldim. Bugun qiyma qilib qo'ying. Ertaga ishdan ertaroq keling. Mashhura ertaga qiziga beshik berar ekan. Yupqasini o'zimiz qilamiz, chiroyli qilib. Marhaba boshi bilan xo'p ishorasini qildi-yu, ichida boshqa marhaba g'alayon qilardi. Osonmi yupqa pishirish? Kichkina tog'orani o'ziga kamida 80 ta ketadi. Mashhura xolajon ham juda ustada, tekin mardikori borday, eng qiyinini doim bizga yuklaydi. Bo'lmasa bir emas 3 ta kelini bor. O'zi qachondan beri kechasi bilan oyog'i qaqshab og'rib chiqadi. Qaynonasiga aytsa, qo'y yog'i suring dedi. Eri eshitmaganga oldi. Mana hozir ham beli bilan qo'shib og'rib azob berayapti. Oshxonadagi ishlarni bitirib kir yuvishga unnayotgan ham edi. Qayinsingillari bolalari bilan kirib kelishdi. Kir kechqurun yuvilar deya somsa va ovqatga unnadi. Marhaba darsini o'tib uyga qaytarkan yonidan salom berib o'tib borayotgan o'quvchi qizlarga qarab bir paytlar u ham yo'llardan darsga qatnayotganini xotirlab ketdi. Uning o'qishlari o'rta edi. Ko'pincha onasiga tikish-bichish ishlarida yordam berar, darslarni qoldirmay qilar, ayniqsa o'quv qurollarini sarishta tutardi. Onasi saranjom ayol bo'lgani bois juda ham ozoda kiyinardi. Sobira opa kimyo fanidan dars berar. Bu fanni yaxshi bilmaganidanmi yoki o'ta qattiqqo'l ustoz bo'lgani uchunmi opadan judayam qo'rqardi. Aynan shu ustozi sovchi bo'lib kelganda nimagadir qaltirab ketgandi. Dadasi va oyisiga ham dars bergan Sobira opa ular bilan ancha samimiy va uzoq gaplashib qolgandi o'sha kuni. Turmushga chiqqan Marhaba qaynonasining qistovi bilan tikuvchilik bilim yurtiga o'qishga kirdi. Bu orada ketma-ket qizlari tug'ildi. Qizaloqlarni qayinsingillari katta qilishdi desayam bo'ladi. O'qishni bitirgan kelinini ishga joylash Sobira opa uchun qiyin kechmadi. Mehnat fanidan qizlarga dars beradigan Marhaba maktabdagilar uchun ham turli tadbirlarda tayyor dastyor edi. Maktabdagi bayram oqshomlarida ham qaynonasidan istihola qilibmi, umuman qatnashmas edi. To'y hachamlarda ham hanuzgacha faqat jigarlarnikiga bo'ladigan tadbirlarda ishtirok etadi. Hammadan erta uyga otlanadi. Qizlarining sovchisi ko'p bo'ldi. Buvisining tarbiyasini olgan qizlar deb so'rab keluvchilarning keti uzilmadi. Marhaba esa kelgan sovchilarga dasturxon tuzab,
choy damlashdan nariga o'tmas. Kelganlar Sobira opa bilan gaplashishardi. Qarorni ham eri bilan onasi qabul qilar. Uning fikri bilan hatto qiziqishmas edi ham. Tan olish kerak, qizlari bir-biridan yaxshi joylarga kelin bo'lishdi. Arg'amchi bo'lib uchayotgan turnalarning ovozi o'ziga keltirdi. Shu turnalarga qaray turib osmonning tiniqligini ham endi payqadi. Tezroq harakat qilish kerak. Axir yupqaga xamir qorib kelgan. Qadamini tezlatmoqchi bo'ldi. Ammo negadir oyoqlarining og'rig'i kuchaydi. Endi yurgan sari belida ham simillagan og'riq turib yurishi qiynaldi. Uyga kirib borguncha qora terga tushdi. Hovlida hech kim ko'rinmadi. Xayriyat, birpas belimni yozib olaman, 5 daqiqagina deb yotog'iga kirib ketgan edi. Og'riqni zo'ridan ingrab yubordi. Endi turaman deb qo'zg'algandi. Maktabdan keldi chog'i o'g'lining ovozi eshitildi. Buvijon, oyim hali kelmadilarmi? Allaqachon kelgan onang. Hayronman, chiqishi qiyin bo'ldi bugun. Qaynonasining ovozi zardali tuyuldi. Demak, kelganini ko'ribdilar-da. Endi turmasa bo'lmaydi. Mayda zubolachalarni yupqa qilib yoyarkan, nomini bekorga yupqa deyishmas ekan-da, degan o'y o'tdi. U negadir o'tirolmas. O'tirib yoyganda oyog'i og'risa, turib yoysa, beli og'rib azob berardi. Bir amallab xamirlarni yoyib tugatdi.